1 iyuldan boshlab pensiya, nafaqa, hujjat tekshiruvi, karta orqali to'lovlar va ayrim imtiyozlardan foydalanish tartibida muhim o'zgarishlar kuchga kirishi mumkin. Men bugun sizga aynan pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan insonlar bilishi shart bo'lgan masalalarni sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, bitta hujjat sababli to'lov kechikishi, imtiyoz bekor bo'lishi yoki ortiqcha yugurga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu deyarli har bir oilaga tegishli. Avval ko'p masalalar eski tartibda yurardi. Pensioner pensiyasini olish uchun ko'pincha bank, mahalla, pensiya bo'limi yoki boshqa idoralar o'rtasida qatnab yurardi. Kimningdir ish staji qog'oz mehnat daftarchasida turardi. Kimningdir ma'lumotlari eski arxivda qolib ketgan bo'lardi. Yana kimningdir familiyasi hujjatlar turlicha yozilgani uchun pensiya hisoblash cho'zilib ketardi. To'lovlar ham ba'zan kechikardi, ayniqsa karta almashtirilgan bo'lsa, pasport muddati tugagan bo'lsa yoki fuqaro boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa. Endi asosiy urg'u ma'lumotlarni aniq, elektron va tekshiriladigan holatga keltirishga qaratilyapti. Ya'ni davlat organlari pensiya olayotgan odam haqidagi ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtiradi. Shaxsiy ma'lumotlar, yashash manzili, bank kartasi, nogironlik muddati, ish staji, daromad, boshqa to'lovlar va imtiyozlar. Bu nimani anglatadi? Agar hammasi joyida bo'lsa, sizga yengillik bo'ladi. Kamroq idor tartibi tushadi. Ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Lekin biror joyda xato bo'lsa, masalan, pasportdagi ism bir xil, eski hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa yoki karta faol bo'lmasa, pensiya vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha tayyor bo'lish kerakligini aytyapman. Chunki ko'p muammo pul yo'qligidan emas, oddiy hujjatdagi nomuvofiqlikdan chiqadi. Bir harf noto'g'ri yozilgani, yashash manzili yangilanmagani, telefon raqam eski odam nomida turgani yoki bank kartasi muddati tugagani sababli pensioner o'z pulini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Eng avvalo, pensionerlar bilishi kerak bo'lgan birinchi masala bu shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, kartangiz faol bo'lishi, muddati o'tmagan bo'lishi va aynan o'zingizning nomingizda ochilgan bo'lishi kerak. Ba'zi oilalarda shunday holat bor. Pensionerning kartasini farzandi ishlatadi. SMS boshqa odam telefoniga boradi. Parolni esa 3-odam biladi. Bu qulay tuyulishi mumkin, lekin xavfli. Karta bloklansa yoki shubhali operatsiya bo'lsa, pulni qayta tiklash uchun aynan pensionerning o'zi bankka borishi kerak bo'ladi. Masalan, 68 yoshli otaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi 2024 yilining iyun oyida muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. 1 iyuldan keyin to'lov tizimi eski kartaga pul o'tkazishda muammo ko'rsatadi. O'g'li bankka boradi, lekin karta otaxon nomida bo'lgani uchun bank to'liq amalni bajarmaydi. Natijada otaxon 2-3 kun emas, ba'zan bir hafta kutib qoladi. Agar u oldindan kartaning amal qilish muddatini tekshirib, yangilab qo'yganda bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi muhim masala ish staji va arxiv hujjatlari. Pensiya miqdori ko'p hollarda ish staji, rasmiy daromad va hujjatlar to'liqligiga bog'liq. Avval qog'ozdagi mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lgan. Hozir esa elektron bazadagi ma'lumotlar ham katta ahamiyatga ega. Agar biror korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivga topshirilgan hujjatni topish kerak bo'ladi. Agar ishlagan yillaringiz bazada ko'rinmasa, pensiya kamroq hisoblanishi ehtimoli bor. Misol uchun, ayol kishi 1999 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyinchalik yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor. Lekin arxivda ish haqi haqidagi ma'lumot to'liq emas. Agar u pensiyaga chiqishdan oldin bu hujjatlarni tekshirtirmasa, pensiya tayinlash jarayonida ish haqi bo'yicha tasdiqlovchi ma'lumot yetarli emas degan holat chiqadi. Natijada unga minimalroq hisob-kitob qo'llanishi mumkin. Bu yerda farq oyiga 100.000 so'm, 200.000 so'm yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bir oyda kichik ko'ringan farq bir yilda sezilarli summaga aylanadi. Uchinchi masala, nogironlik pensiyasi va nafaqalari bo'yicha muddatlar. Nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, bir tartib. Ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, boshqa tartib. Ba'zi fuqarolar men oldin hujjat topshirganman, endi o'zi davom etadi deb o'ylaydi.
Lekin tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa, ma'lumot yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Bu ayniqsa nogironligi bo'lgan bolalar, doimiy davolanishga muhtoj insonlar va ularning parvarishi bilan shug'ullanadigan oilalar uchun juda muhim. Oddiy misol, fuqaroning nogironlik muddati 3 iyungacha. O'yin iyuldan keyin ham pul tushadi deb kutadi. Lekin tizimda muddat tugagan ko'rinadi. Agar qayta ko'rik, shifokor xulosasi va kerakli hujjatlar vaqtida rasmiylashtirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Ayrim hollarda qayta hisob kitob qilinadi. Lekin bu davrda oila pulga muhtoj bo'lib qoladi. Shuning uchun muddatni bir oy oldin tekshirish eng to'g'ri yo'l. 4-masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqach ham ishlashda davom etadi. Bu qonuniy va odatiy holat. Lekin ishlayotgan pensioner o'z daromadi, soliq to'lovlari, rasmiy bandligi va pensiya qayta hisoblanishi masalani tushunishi kerak. Agar odam norasmiy ishlasa, staj qo'shilmaydi. Kelajakdagi qayta hisob-kitobda bu davr hisobga olinmasligi mumkin. Rasmiy ishlaganda esa ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Bu pensiya miqdoriga yoki ayrim ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 62 yoshli ayol pensiya oladi va maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. Uning oyligidan tegishli to'lovlar amalga oshiriladi. Keyinchalik u pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, rasmiy ishlagan davri ko'rinadi. Boshqa bir pensioner esa bozorda norasmiy ishlaydi. Qo'lga pul oladi, lekin hech qayerda qayd etilmaydi. U ham mehnat qilyapti. Lekin tizimda bu mehnat ko'rinmagani uchun huquqiy foyda bermaydi. 5-masala boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va nafaqalari. Bu toifadagi oilalarda farzandning yoshi o'qishi, oilaviy holati va boshqa daromad manbalari tekshirilishi mumkin. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lishi mumkin, agar o'qishni tugatsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, to'lov shartlari ham o'zgaradi. Oilalar ko'pincha mana shu joyda xatoga yo'l qo'yadi. Oldin olardik, demak davom etadi deb o'ylashadi. Lekin to'lov har doim aniq asosga tayanadi. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U birinchi kursda kunduzgi o'qishda edi. Keyin sirtqi ta'limga o'tdi yoki o'qishni to'xtatdi. Agar bu ma'lumot tizimda aks etsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oila buni yashirsa, keyinchalik ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida bildirish kerak. Men bu savolga juda aniq javob beraman. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa nafaqa muddati tugamagan bo'lsa, ish stajingiz hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushishingiz shart emas. Siz faqat tekshirib ishonch hosil qilasiz. Lekin quyidagi holatlardan biri sizda bo'lsa, albatta harakat qiling. Birinchisi, hujjatlarda ism, familiya yoki tug'ilgan sana turlicha yozilgan bo'lsa. Ikkinchisi, pensiya boshqa odam kartasiga tushayotgan bo'lsa yoki kartani siz nazorat qilmayotgan bo'lsangiz. Uchinchisi, nogironlik muddati yaqin kunlarda tugasa. To'rtinchisi, pensiya miqdori oldin noto'g'ri hisoblangan deb gumoningiz bo'lsa. Beshinchisi, ish stajingizning bir qismi mehnat daftarchasida bor. Lekin elektron bazada ko'rinmasligi mumkin bo'lsa. Oltinchisi, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, lekin rasmiy manzilni yangilamagan bo'lsangiz, ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar, savodxonligi pastroq bo'lgan pensionerlar, bank ilovasidan foydalana olmaydigan otaxon, onaxonlar ko'proq e'tibor berishi kerak. Chunki firibgarlar ham aynan shunday davrlarda faollashadi. Pensiyangiz oshadi, kartangizni tekshirib beramiz. SMS kodni ayting degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, karta raqami to'liq ma'lumotlarini, PIN kodni va bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Pensiya bo'limi ham, bank ham sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Birinchi nozik jihat shuki, hamma o'zgarish ham hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi tartiblar faqat yangi pensiya tayinlayotganlarga tegishli bo'lishi mumkin. Ayrimlari esa amaldagi pensionerlar ma'lumotlarni tekshirishga aloqador bo'ladi. Masalan, yangi pensiyaga chiqayotgan odamdan ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari to'liqroq so'raladi. Allaqachon pensiya olayotgan odamda esa ko'proq bank rekviziti, shaxsiy ma'lumot va to'lov asoslari tekshiriladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshishi degani hammaning qo'liga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Ko'pchilik pensiya osharkan, demak
hammaga 300 ming so'm qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida oshish mexanizmi turlicha bo'lishi mumkin. Eng kam miqdor oshadi. Bazaviy hisoblash miqdori o'zgaradi. Ayrim to'yfalarga qo'shimcha ustama beriladi yoki qayta hisoblash natijasida farq chiqadi. Shuning uchun qo'shningizga ko'proq, sizga kamroq tushsa darhol meni aldashdi deb o'ylamang. Avval pensiya turi staj, oldingi hisob kitob va ustamalarni solishtirish kerak. Masalan, ikki pensioner bir mahallada yashaydi. Birinchisi 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil rasmiy stajga ega. Ikkalasi ham pensiya oshdi degan xabarni eshitadi. Lekin yakuniy summa bir xil bo'lmaydi. Chunki hisob kitob bazasi ish staji, oldingi ish haqi va qo'shimcha ustamalar farq qiladi. Yana bir pensioner urush qatnashchisi oilasi yoki nogironligi bo'yicha alohida imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Uchinchi tuzoq, ortiqcha to'lov va keyinchalik qaytarish talabi. Agar odam huquqi bo'lmagan to'lovni olib yursa, bu davlat ko'rmaydi degani emas. Tizimlar bir-biriga ulanib borgani sari o'zgarishlar aniqlanadi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan, farzand o'qishni to'xtatgan, lekin oila buni bildirmagan. Bir necha oy pul tushgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Bu oilaga og'ir tushadi. Shu sababli men har doim aytaman, o'zgarish bo'lsa, yashirmang, rasmiy yo'l bilan bildiring. 4-jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim keksalar kasal, harakatlana olmaydi yoki chet elda davolanadi. Bunday holatda ishonchnoma masalasi paydo bo'ladi. Lekin ishonchnoma ham muddatsiz va cheksiz hujjat emas. Uning muddati, mazmuni, qaysi amal uchun berilgani muhim. Faqat pul yechish uchunmi? Bankda karta ochish uchunmi? Pensiya bo'limiga ariza topshirish uchunmi? Bular alohida yozilishi kerak bo'lishi mumkin. Noto'g'ri tuzilgan ishonchnoma bankda yoki idorada qabul qilinmasligi mumkin. 5-jihat. Ko'chib ketish va manzil. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan pensionerlar ko'pincha men pulni kartadan olaman, manzilning nima ahamiyati bor deb o'ylaydi. Lekin ayrim ijtimoiy xizmatlar, mahalla orqali beriladigan yordamlar, subsidiyalar, parvarish nafaqalari va boshqa imtiyozlar yashash manziliga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz aslida boshqa joyda yashasangiz, lekin rasmiy ro'yxat eski joyda bo'lsa, ma'lumotlar mos kelmasligi mumkin. Bu esa tekshiruvda savol tug'diradi. 6-jihat. Bank va naqd pul masalasi, karta orqali to'lov qilay. Lekin hamma pensioner bankomatdan to'g'ri foydalana olmaydi. Ba'zilar do'kondagi odamga kartani berib, pulni yechib bering deydi. Bu juda xavfli. Karta boshqa odam qo'lida qolsa, pul yechib olinishi, noto'g'ri o'tkazma bo'lishi yoki karta ma'lumotlari saqlab qolinishi mumkin. Agar pensioner bankomatdan foydalana olmasa, ishonchli yaqin qarindoshi bilan bankka borib, xavfsiz usulni o'rgansin. Iloji bo'lsa, SMS xabarnomani o'z telefoniga ulatsin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjatlar, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha xulosa, bank karta ma'lumotlari, telefon raqam va yashash manziliga oid hujjatlarni tartibga soling. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin muammo chiqqanda vaqtni juda tejaydi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar karta farzandingiz yoki boshqa qarindoshingiz qo'lida bo'lsa, kamida balansni qanday tekshirishni o'rganing. Har oy pensiya tushganini, qancha tushganini va qayerga sarflanganini bilish sizning huquqingiz. 3-qadam, pensiya miqdori bo'yicha savolingiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza aniq javob olishga yordam beradi. Arizada menga tayinlangan pensiya miqdori qanday ish staji va qaysi hisob-kitob asosida belgilanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qayta hisoblashni xohlasangiz, ish stajim va qo'shimcha hujjatlarim asosida pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. 4-qadam. Arxiv masalasini oldindan hal qiling. Agar siz pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lsangiz yoki pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, qayerlarda ishlaganingiz ro'yxatini tuzing. Korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy manzilini yozing. Korxona yopilgan bo'lsa,
uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Buning uchun tuman arxivi, sobiq korxona vorisi, hokimlik yoki pensiya organidan yo'l yo'riq so'rash mumkin. Arxivdan olingan bitta ma'lumotnoma pensiya miqdorini sezilarli o'zgartirishi mumkin. 5-qadam. Nogironlik va tibbiy hujjat muddatlarini tekshiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik bo'yicha to'lov olsa, xulosaning amal qilish muddatini kalendarga yozib qo'ying. Muddat tugashidan kamida 35 kun oldin poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasaga murojaat qiling. Shifokor ko'rgidan o'tish, tahlillarni topshirish, yo'llanma olish vaqt oladi. Oxirgi haftaga qoldirsangiz, navbat, hujjat yetishmasligi yoki bayram kunlari sababli kechikish bo'lishi mumkin. 6-qadam, telefon orqali kelgan shubhali takliflarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz oshishi uchun kod ayting. Kartangiz bloklanmasligi uchun raqam yuboring. Imtiyozga tushdingiz, pul o'tkazing desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy idora hech qachon sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubhalansangiz, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bo'limga boring. Begona odamda bergan havolaga kirmang. 7-qadam, mahalla va ijtimoiy xizmatlar bilan aloqani uzmang. Ba'zi yordamlar faqat pensiya bo'limi orqali emas, mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki boshqa tizimlar orqali ko'rsatiladi. Yolg'iz keksalar, parvarishga muhtoj insonlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar uchun qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi, ariza berishingiz va holatingiz tasdiqlanishi kerak. 8-qadam. Har bir murojaatingizdan nusxa saqlang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanani yozib oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Hujjat topshirsangiz, qaysi hujjatni berganingizni ro'yxat qilib qo'ying. Chunki keyin men topshirgan edim deyishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Qo'lingizda dalil bo'lsa, masalani hal qilish ancha osonlashadi. Yana bir muhim maslahat, pensiya masalasida qo'shnining gapiga emas, rasmiy javobga ishoning. Qo'shnida boshqa holat, sizda boshqa holat bo'lishi mumkin. Kimdir ko'proq olgani sizga ham aynan shuncha qo'shiladi degani emas. Kimdir to'lovi to'xtagan bo'lsa, sizniki ham to'xtaydi degani emas. Har bir fuqaroning hujjati, staji, imtiyozi, to'lov turi alohida ko'riladi. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bugundan tayyorlaning. Erkak yoki ayol bo'lishingizdan qat'i nazar, pensiyaga chiqishdan bir necha oy oldin ish stajingizni tekshirib chiqing. Mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlar o'qiladimi? Muhrlar aniqmi? Korxona nomlari to'g'rimi? Familiya o'zgargan bo'lsa, bog'lovchi hujjatlar bormi? Shularni ko'ring. Biror joyda xato bo'lsa, pensiya kuni kelganda emas, oldindan tuzatish kerak. Chunki pensiya tayinlash jarayonida har bir kun asabga tegadi, ayniqsa odam pul kutib turgan bo'lsa. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, iyul oyidagi birinchi to'lovni diqqat bilan tekshiring. Qancha tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Kechikish bo'ldimi? Bank SMS keldimi? Karta ishlayaptimi? Agar farq tushunarsiz bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Bankdan ko'chirma oling, pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Muammo erta aniqlansa, uni tuzatish osonroq. Iyuldan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya va nafaqa tizimida aniqlik, hujjatlarning mosligi, elektron tekshiruv va bank orqali xavfsiz to'lovlar yanada muhim bo'ladi. Kimning hujjati joyida bo'lsa, qo'rqmasin. Kimda xato, muddat o'tgan karta, eski manzil, tasdiqlanmagan staj yoki tugayotgan tibbiy xulosa bo'lsa, hoziroq harakat qilsin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz muddatini ko'ring. Kerak bo'lsa yozma murojaat tayyorlang va yaqinlaringizdagi keksalarga yordam bering. Izohlarda yozing, sizning hududingizda pensiya to'lovlari, karta, hujjat yoki qayta hisoblash bo'yicha qanday muammolar bor. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buyingiz, bobongiz va pensiya yoshiga yaqin insonlarga albatta yuboring.